Heyo, hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan men Nightboy. Obunachilar 1000 deylan olaman. Bu bizning yangi kanalimiz bo'lgani uchun, kanalimiz rivoji uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yib va kommentariyada bo'lsa xohlagan so'zinglarni yozib ketishinglarni so'rab qolardim. Agarda sizlarga yana videolarimiz yoqsa va shunaqa videolar ko'p chiqishini xohlasanglar, kommentariyada o'sha chiqarishim kerak bo'lgan video haqida yozib qoldirsanglar, men vaqtim bo'lishi bilan o'sha videoni olaman va YouTube kanalimga joylayman. Sizlar bizdan podдержка qilib turganingiz uchun kattakon rahmat. Unda qani videoga marhamat. Короче, lider onlayn salomlashing tezsiz. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgi lider onlayn va orqamda turgan Steve Bashara har doimgidek biz urmay jonim ishdi. Xullas bo'ldi, gapni ko'paytirmasdan o'zi va sizga bora qoling. O'zi uyingizni quring bo'ldi. Gapni ko'paytirmang. Siz o'zingizni quring, men o'zim uyimni, ofisimizdan quramiz. Короче, bugungi videoda ofis quramiz biz, shuni bilib oling. Если что aytib qo'yaman-da. Siz boshlardingiz, biz bu yerda qarab turibmiz. Bo'ldi, hop. Bo'ldi, obunachilar, ko'rdinglar, endi biz ofis quramiz. Bu videoda kim yutishini kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar sizlar meni podдержка qilmoqchi bo'lsanglar, Nightboy Sila deb yozib qoldiringlar. Agar lider onlaynni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar, ya'ni podдержка qilmoqchi bo'lsanglar, lider onlayn yoki lider Sila deb yozib qoldirish esinglardan chiqmasa. Xo'p, endi bizga hozir o'zimizga kerakli narsalarni olamiz. O'zimizga kerakli narsalarni olib, o'sha biz ishni boshlab qo'ydik. Tak, endi bu yonni bloklarni hozir to'g'rilab chiqamiz, ya'ni yerni buzib, ya'ni polni buzib, o'rniga blok qo'yib chiqamiz. Ya'ni mana shunaqa men seriy blokdan qilishni xohladim, chunki oq qilsam lider onlaynniki bilan bir xil bo'lib qolishidan cho'chimadim. Yoqmaydi menga bir xil bo'lib qolish. O'shaning uchun men o'zimni ideyamga asoslangan holda seriy rang qilishga qaror qildim va bu mening shaxsiy qarorim. Kommentariyaga tushib negativlik qilmaydi. Kelli yaxshisi buni jungdan qilib qolamiz. Bu cheat emas, esishdi, bu ruxsat berilgan va shunaqa toporiklar bilan, toporchalar bilan ishlash nima bo'lmadi. Men nuqta qo'yib ketdim aytgan chorada. Set gray. Qaraydi. Hoppana. Bo'ldi va nihoyat poldan qilib bo'ldik. Bu bitta menga emas, lider onlaynga bu narsalar ishlatsa bo'ladi. Ya'ni bu narsa lider onlaynga berilgan. Xo'p. Endi biz hozir eshigiga mana shunaqa joy qilib olishimiz kerak. Ya'ni eshik uchun kiradigan joyni tayyorlab, mana bu yerdan oyna uchun ham rom uchun joy tayyorlab olishimiz kerak. Afsuski shu joyda lider onlaynning ovozlari yozilmay qoldi va polni videoga ovozlari ham tushmay qoldi. Bu uchun sizlardan ming bor uzr so'raymiz. Keyingi videoda inshaalloh bunaqa bo'lmaydi. Tak. Bo'ldi va nihoyat mana ofisimni tayyor qildim va lider onlayn ham bo'ldi. Buni uyimni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni ofisimni qanaqa uyim. Orada pauza qildim chunki video uzun bo'lib ketishi mumkin edi. Bu obunachilarning yoqmaydi lider onlayn. Shuni men to'g'ri tushunasiz, короче. Ana ko'rdingiz, takoy lегкий chiqqan. Qali. Qali. Takoy lегкий takoy. Xullas, meni ofisim shu. Mana xohlasangiz o'tirib ham ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda svetlari, xullas, shunaqa. Endi menimcha siz ofisingizga o'tsa bo'ladi, bro. Menimcha. Yana bilmadim. Tak farq yo'q menga. Qani? Yoqibdimi? Xullas, mana shu meni ofisim. Endi sizga bemalol kirsam bo'ladi, menimcha. Ana o'zim eshikdan ochib berdingiz. Rahmat kattakon. Tak, tez ko'rsatib o'taman. Bu yoqda video kamera, kompyuterlar, короче, kuller и stol и
fitnessga yuguradiganlar, короче, zal narsalar, gantellar yana bir balolar. Xullas, gap bo'lishi mumkin emas. Ну, главныйsi obunachilarga yoqqan bo'lsa bo'ldi. Endi xayrlashishimiz kerak. Mayli bo'ldi, videoni shu joyga chiqarganlar uchun hammaga kattakon rahmat. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha bye bye.